qadrli ko'ruvchilar, naq maydondagi aziz mehmonlar. Tasavvur madaniyat taqdim cheklik shirkatining mehmon keldi programmasini yoqtirib ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Riyosat Jadiladan har biringlarga o'tib salom, oliy ehtiromlar bo'lg'ay. Naq maydondagi aziz mehmonlar, ekran oldidagi ko'ruvchilar, men Javdat Rafqatdan hammanglarga o'tib salom, oliy ehtirom. Mana bugun mehmon keldi programmasining 3-sonini Ili ilg'or yemeklik pishqilab ishlash shakli shirkati bilan birlikda bu tog' soyada o'tkazib turibdimiz. Ko'rib turganimizdek bugungi programmamizda yana bir alaydilik bor. Bugun biz esil nozu ne'matlardan, esil san'at nomerlaridan, ko'zik chaqchaqlardan huzurlanish bilan birga yana tabiatning to'limi go'zal, ajoyib sehriy kuchidan tang huzurlana olamiz. Ha, rostaysiz Odila, biz bu yoqqa chiqqan vaqtida havo haqiqatan tutdiqdi. Men qarab ketdim osmonga. Nimaga degan o'sha programmada bir muvaffaqiyatli suratga ivolaylik degan. Men mehmon keldi programmasi kelgandan keyin tomoshabinlarning shundaqlama shu havoning kimi kayfiyat biraqli ko'tarilib ketdi. Men shundaq his qilib qoldim-ku, men mehmonlarga qarab. Javdat, bugun havoning kayfiyatining yaxshi bo'lib ketishi, naq maydondagi mehmonlarning kayfiyatining yaxshi bo'lib ketishida yana bir sabab bor. Chunki biz bugungi programmamizga Ili diyardagi danglik san'atkorlarimizni, aziz mehmonlarimizni taklif qildik emasmi? Ha, shu bugungi bizning programmamizga kelgan alayid mehmon bo'lsa, el xalqininki faxrlik o'g'lani, bizningki hozir javob chaqchaqchi ustoz akamiz Ibika, qarshi olamiz Ibika. Ibikam bugun taqdiqan faoliyatim bekli xo'shalda ko'rinib. Ben xo'sh. Atgan biz mayaga chiqsak, tuvanda velosipeddan chiqib ketdik bu. Javdatni kaynamga chiqib olsam bo'lmaydi. Bugungi programmamizga yana G'ulji Nahiya Madaniyat sayohat idorasining ko'zga ko'ringan atoqli aktyori, el ichiga to'nilgan, elni suygan suyimlik bizning xalq qiziqchimiz Turg'on aka. Ayol asrab o'tiramki, taqdi buni iloncha qilib oldim. İlan bundan kaçtı. Bu cihazlık ilandan muş çıktı. Şu programı bizim ilan kısıtamadık. Muşu bol dedi. Yani bir kelgan aziz mehmonimiz bo'lsa, el xalq naqshlarini voyaga yetkazib bitib kelayotgan, shundaqli ustozlarning izini besib kelayotgan bizning yosh naqshchimiz Turmamat Toshmamat. Qarshi olamiz, Turmamat. Onun başqa yana bugungi programmamizga o'zining alohida vaqtini ajratib, alohida qadam tashrif qilgan yosh artistlarimizdan o'zining muhabbatli kuylari bilan talaylagan dillarni larziga solgan, ko'zga ko'ringan yosh talantli naqshchimiz Baxtiyor Tahirmo alohida qadam tashrif qildi. Yana bir kelgan aziz mehmonimiz bo'lsa, Ipak yo'li programmasida ustozlarning yaxshi bahosiga erishgan yosh naqshchimiz Omonali, qarshi olamiz. Bugün aziz mehmonlarning alayda vaqtini chiqarib programmamizga qatnashishligida intayin xursand bo'ldik. Balkim sahnimizning to'rida o'tirgan bu kelishgan yigitni ekran oldidagi ko'ruvchilarimiz kimdir deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Mana bugun mehmon keldi programmamizning 3-sonini muvaffaqiyatli suratga ilish uchun barakatli tasdiqini yaygan bugungi programmamizning sohibxoni ilg'or yemek ichmak pishqilab ishlash zavodining qurg'uvchisi Nig'mat apandi bo'ldi. Ko'rman do'stlar, yuqorida aytib o'tgandek, mana bugun ilg'or yemek ichmak pishqilab ishlash shirkatining qurilganiga 5 yil bo'lgan qutlug' kun. Undaqda Nig'mat eng avval bugungi mushu dasturxonga daxil bo'layotgan har bir aziz mehmonga o'zingizning bir salomini yo'llayib o'tasiz. Bo'ldi. Salom, mehmon keldi programmasiga qatnashgan barcha azizlar, ekran oldidagi ilg'or shirkatining ko'nigan xaridorlarim, hammalarning tushungan yillar xayrli bo'lsin. Bugun ilg'or yemek pishqilab ishlash shirkatining qurilganiga 5 yil bo'lgan qutlug' kun. Shu munosabat bilan mehmon keldi programmasi orqali bizni izchil qo'llab kelayotgan ayrimlar xaridorlarimizga rahmatimizni bildirish yuzasidan oddiygina dasturxonimizni hazırladik. Nig'mat, rahmat adash, mana yozningki tomuz oylarda o'zingning shirkatidagi barliq do'stlarni mana taqqa chiqibsa, shunda xush bo'ldik. Bugun bo'libmi? Hebikam bak xush bo'lib ketdi. Nimaga deganda bu abam biz uyiga borsak, Bengshanning ichida yetibdi. Shunga qarmamsizlar chiroyini 50 tiliq bingoda qilib turmamdi. Hozir bu ustimizga chopan qarab tomuzda deydi. Bular qishning tomuzi dekadi. Buningdagi mana to'y to'kin bo'lib qolsa, tag'di qilsa qo'lamdikin deyman. Hebikam bak ichildiga tag'da. Maslat joylar o'qib qolsa, taq qush bersak bo'lamdikin sana deyman. Bo'ldi. Yaxshi ichilsang, sap o'lgan qo'yning terisini o'rsangiz. Aciz bo'lgandiki belingga tegib o'tasan. Unda naqshtirimiz aka belim tegib o'tiribdi. Bo'ldi Javdat, bugun mana ustozlarimizning yumristik so'zlari bilan yangroq kulgilarimiz tog' bag'rini bir oldi.
Endi mush kayfiyatimizga bugün sahnimizga yana bir aziz mehmon Tur Muhammadning jarangliq ovozi qaytilsa, tog' bag'ridagi qarg'aylarmi larzik kelami deb o'ylayapman. Hey, rost dedingiz, bo'libmi bizningki shu go'zal G'uljining tog'lariga Tur Muhammadning naqsi qaytilsa, haqiqatan go'zal bo'lib ketarmikin deb o'ylayman. Qanday mehmonlarimiz ha? Cevdet, Turgan Kamı bakay, bir kamı yaptı. Muşanın tercim çakçıkıdın birini anlayan bulsa qanday olar? Bu gapni qilib shunda yaxshi qildingiz qarang. Bo'libmi shu Hibikam bilan Turgan Kam terjim chaqchaqni bir xil bular uslub yaratgan san'atkorlarimiz-ku. Turgan Kam so'zlab bersa, Hibikam terjim qilib mehmonlarninki bir ko'ngilni shunda qilib sizning orzuyingizni bir shirin tush markazida amalga oshirmoqda. Bo'ladi, tush markazida. Hello, Armac. Would you process me the course Ilgar Reggae Bad is the tracks gone?
Bugun men şu ilg'or şirketinden ki Bali'de katlaşıp şunda hoş oldum deydi. You Trebika process many kind of forests on the Trebika the road. Ana muştaq tağlarının tüpülürge kelip meni muştaq oyunda muştaq qılığı ilg'or şirketiga rahmet etme deydi. Thank you, thank you. New project, you know the way bad is it go. Man sen deydi. Xalq naqşlarını yaman payziyeti dike deydi. Trebika forest, Trebika bens. Ekranda ko'rgan buda naqmayda aytib beralamdi deydi. Oh, we're prosecute the job and we kill process. Sen deydi, ilg'or şirketini 5 yildan qurup sel o'ruqlab qapsa deydi. Process many got a Trebika get bonus. Biz burun beksimizden yüzüne çıkıp keletdim. Process many Trebika and the ruggy bonus. Onda tağlar çıkıp oynapmış şirketin bonusda oynavağının yaxşı oldu deydi. You Trebika process the got it on Trebika bonus. Seni muş xalq açıqmışı öydü, bambuk yapıp uylap ketedi. We process the Jamie Garrett. Onda tağlarım çıkıp koy deydi. You were process many get back. Hem qilsa pulni yig'ib uyda yotaverib deydi. Process they go to get the Trebika commas. Bu da bundan cho'ng o'yin tasa, bu da cho'ng yerlarga chiqib deydi. Thank you, thank you. Oh, remember process to get that bad or dry. Seni xalq naqshlarni bak etidika deydi. Ooh, rock quad rubbish got away. Qara chashlaringni tekkina o'ylay cho'qini teshida ko'tirsam deydi. Or process it to Jamie Garrett. Ko'zingda uxlama qarshi kayni ketadi deydi. Or Friday Trebika and the boundary. Senim xalq yoqtirdigan naqshchi deb anladim o deydi. You Trebika process you got the about face. Tazi qizirib pishibsa deydi. Please the track scoring up on it says. Naqshchilarni ishe sang chaqmoq sevatdim deydi. No, so Travis got the baby drum. Sizni deydi. Muzlimidimi deydi. We process go to make Jamie Garrett. Bugun bir kun tushsa meshada o'lgan qalning terror yeb qo'ymayapti. The person got Jamie said the private car. Gap deganga nima degan suv deydi. Oh, Joe that process the go yo. Jo'da chiqinglar samirib ketsa ekan deydi. You try to process the go to fences. Ishkelinglar ko'ynak patmayil qatlam. Or Friday go get over get bad is at the cars. Qattiq bo'ron chiq joydan sen o'ngsiq suni dekan deydi. You return the process the Gamistan. Ediklaring ismini bilamsa deydi. Person the way drive bars the car. Yeb yurib o'yini unutib qolsa deydi. In the trying to step your favor. Mana yaxshi bo'lka deydi. Okay, no, no, Travis. Need to press at the figure round to get a ball. Ma qatat kelmising beshi qochishdim deydi. Jimmy Garber is starting to get passes. Balki ben bunimdan bunday yesanglar menga yerimni beringlar deydi. Oh, okay, no, we're recovered to this. Bu aka suvisi beringlar deydi. Yo'q, usab ketdim deydi. All we process Lex Guys appearance. Lappangadan bir choy versanlar. Thank you very much. Thank you, process go. Thank you very much deydi. Aterak yatay deydi. Programımızda ait yaxshi davomlashyotdi Javdat, menimcha. Yosh talantli naqshchimiz Baxtiyormi bugungi programmamizga quruq kelmidi. Tezdan sahnamizga taklif qilamisak, yakam turgan kam to'lchaqchaq qilib naqshni unutib qolmisan. Biz Baxtiyorningki muhabbat kuylaridan bir tinishgan bo'lsak, Tashlab ketding yar, yolg'on bo'ldi bergan va'dalar. Unutish asli o'ng'ay emaskan, unutqandim yaxshi o'lgunim. Unutalsam seni navada, yolg'on bo'lur kuygunim. Sen meni tashlab ketding yar, yolg'on bo'ldi bergan va'dalar. Asli o'ng'ay emaskan, unutqandim yaxshi o'lgunim. Unutalsam seni navada, yolg'on bo'lur kuygunim.
vafasızlık dili jirakka Söyüp seni hata kıldım mı Üz-üzümge cefa kıldım mı Etkin yarın vafa kıldım mı Vafasız yarım Söyüp seni hata kıldım mı Üz-üzümge cefa kıldım mı Etkin yarın vafa kıldım mı Vafasız yarım Chiroyli naqshlarni hozirlandik jodat. Shundoq. Mehmonlarimizga ma'lum bo'lgandek, bizning har qitimliq mehmonkal programmasining o'rtada bir o'yin bosqichi bor. Bugun mana shundaq osmoni keng chiroyli yerga chiqdik. Bugungi programmamizga o'yinni biz cho'ngroq o'yin qilsak bo'lamdiki, masalan, yuguraydigan, taqqa yomishdigan degandek, bizga o'yinlar qilsak bo'ladimi? Voy, taqqa yomishdigan deb qolibsiz. Yuguraydigan shunda o'yinig'im bor meniki. Nimaga deganda, mush keng dalaga chiqqan yuguribas bek rahat bo'lib qoldi shu odam. Ebikam haqiqatan yuguraydi. Cho'qim Ebikамның gruppasi birinchi bo'lamdikin deyman. Shunday emas. Ebikамның gruppasi qaytildingiz hamsa? Bu 2003-yilga deyman, baş o'z yolg'iz yugurib birinchi bo'lgan. 2013 birisiga apash o'lib ikkinchi bo'lgan. Bugun yugurish musobaqasi qiziydi. Endi Ebikамны qarang, mayoq eb chiqishdan burun Ebika sen mijozing toz yaxshi emas-ku. Qanday ish bo'lsa men ega deb chiqqandim Ebikамны yugatsak bo'lmas. Bugun mana Ebikамны o'zim yudib bo'lsam yugurib ikkinchi qilmay Ebikамны. Bo'lamda Ebika? Bo'ldi, undaqda Ebikамныңki bugungi rolni siz o'tsangiz, bizning programmamizning doimlik kun tartibi bo'yicha biz bugun ikki guruhga bo'linib olgan bo'lsak, bir guruh bizningki Cho'lponlar guruhi. Ya'ni bu guruhningki guruh boshlig'ini siz qilib tayinlasak, bizningki yosh san'atkorlarimizdan Baxtiyor, Turmamat, yana mushu yoshlarning orasidan qolmaydigan Turg'ankamni qaytib olgan bo'lsak bu o'yinga. Turg'ankam bo'ldi. Uyib ketmayman. Uyib ketadi. Mushu Cho'lponlar guruhi, ya'ni to'taydan. Uningdan sirt Nig'mat o'zi bosh bo'lsa Ilg'or guruhi. Ilg'orliklar bilan birlikda bir qitimliq musobaqa tusini olgan o'yin o'ynagan bo'lsak hamda bo'ldi. Unda Cho'lponlar yengilib qolmaylik jimolar. Keyin shirkat bizni qilib so'rin mala qilib qoldi. Ilg'orliklar o'qitishga ishonchinglar bormi yo'q? Cho'lponlar chiqqanda fayzinglar? Okay. Bo'ldi, unda o'yinimiz boshlayapti, ha? Mana aziz ko'ruvchilar, Ahmedoniki qadrli mehmonlar, bizning Cho'lponlar guruhi bilan Ilg'or guruhi tayyor bo'ldi. Bugungi o'yinimizning qoidasini men ko'pchilikka bir tanishtirib o'tay. Biz ko'rib turgandek so'l tarafda Ilg'or shirkatining 7 xil bozorga tushgan mahsuloti dövlətlikka. Biz mushu mahsulotlarni g'uluchimizga qanchalik patsa, ya'ni qanchalikni olalasak, buni ko'tirib mushu qizil gilamda menib, ayaga tayyorlangan ikki yeshik solamiz. Qaysi guruhning yutkigan mahsuloti qancha jiq bo'lsa, shu guruh oxirida yengan bo'ladi. O'tirliqda tushib qolgan mahsulotni ivilishga bo'lmaydi. Yeshikning ichiga to'liq tushmay, teshikga tushib ketgan mahsulot hisoblanmaydi. Shuning uchun nayt mazmut mukammal tutib, oxirga apag'andimi to'liq ichiga solamiz. Teshikga tushib ketgan mahsulot hisoblanmaydi, japat apag'inglar bilan. Bo'ldi, unda bo'lsa Ilg'or guruhi ishonchinglar bormi yo'q? Bor. Cho'lponlar guruhi futurib qo'yamdik ya. Tutamaymiz. Endi ma Ilg'or guruhidagilar bu kunda mahsulot ko'tirib ko'nib ketgan-ku. Endi biz buning qiyinlik darajasi bor Cho'lponlar guruhiga. Biz ma herkes utamaymiz Adila. Nimaga deganda biz so'rin qilsak, pulimiz sevusni ko'tirib qaytalaymiz. Biz herkes tavaqquldan tushib ketgan ish yo'q. Qo'rqaytmaymiz. Unda bo'lsa, ekran oldi qadrli ko'rurman, naq maydondagi aziz mehmonlar, zodi bizning Cho'lponlar guruhimiz yengib chiqamdi yoki Ilg'or guruhi yengib chiqamdi. Bu mazmunlar qiziqsanglar, diqqatinglar davomli ekranimizda bo'lsin. Unda bo'lsa, o'yinimiz rasmiy bosh
Böyle bu cık ilişamazlık boyun münasebet geldi mi? Bu boyunuzda Turgan kapçı salamı da. Ya şimdi bizniki ma turma. Turmamatın qo'li sal qisib qo'yib qoldi. Shunda og'isiyapti. Baxtiyor ko'zlariga qistirib qo'ysin. Ko'zlari qistirib qo'ysin. Mana jamiyat kichikka salarni ish qilib men deb yalalaydigan ayarlar. Nima desam qolganda. Amma sizlarma shunda biz erkeklar. Ya aşağının eki tutsa bu kadar. Amma sizlar qo'lim qo'shlar ara tomoq to'shlar. Bas. Temir qurib ayağını götürüp gidiyor. Nana geldi sonunu söyle geldi. Biraz gazap kesler ama ma kız zadı o tasbalda tağılım götürüp bakıyor. Sizler ılgarın hakikaten baykosular geldi. Bas. Okşap yok ama kusuyor konca. Unda bo'lsa do'stlik qilinchi musobaqada ishtirok etadigan bir gap bor Nig'matda. Bugungi musobaqada sizlar tutgan bo'linglar. Ammo sizlarningki akagan sovg'atlarni malagan sovg'at chiqtirsak endi. Cho'ponlar uchun qo'ldilar, yig'izlar, o'quvchilar. Bo'ladi undaqda o'yin bosqichimiz mishadi oxirlashsa, keyingi bosqichlarimizni ham davomlashtiramiz. Bo'ldi unda bo'lsa. Programmamiz nihoyat yaxshi kayfiyatda davomlashyotidi. Nig'mat Ilg'or shirkati mana bugun hammamizga dasturxon hozirlab, naq maydondagi tomoshabinlar va ekran oldidagi ko'ruvchilarga ajoyib zo'r shodlik ato qildi. Albatta mishada biz Ilg'or shirkati bilan bir qisqacha tanishib baqsak, undaqda mushu haqida Nig'matdan ikki qiz gap anglagan bo'lsak. Bo'ldi. Şirketimiz 2015-yil qurilgan bo'lib, shirkatda jami 30 necha ishchi xizmatchi bor. Shirkatimiz asosliq yemeklik sohasidan ko'ptarim yemeklik turini ishlab chiqaramiz. Ko'ptarim yemeklik hamda kichikdan cho'nggacha hammamiz yoqtirib yeydigan o'smirlar, yoshlar, bo'libmi farzandlarimiz yoqtirib yeydigan yemeklik turi. Shu munosabat bilan shirkatimizni ilgari qurib, jamiyatni ish kutib turgan yoshlarimizni ishga o'rlashtirdik. Jamiyatning kichikina yukini yenikladik deb qarayman. Yaxshi bo'pti. Asosiyatan shu mahsulotlarningki material nimadan ishlandi? Mishad bir David Tayli. Asosli un, may, qo'noq meyi degandek. Hamsa shu tabiiy mahsulotlardan. Odat nurg'ulga atallar, xuddi menga o'xshashlar, qarmoqqa bu ko'ptirma mahsulotlarni axlat yematlikmi deb o'ylab qolamiz. Amaliyotda mana bugungi programma qatnashish orqali Ilg'or shirkatiga o'xshash mushtaq shirkatlarningki o'z yurtimizdagi isil tabiiy mahsulotlardan bolalar yaxshi ko'radigan, yoshlar yoqtirib yeydigan ko'ptirma yemaklarni ishlayotganligini yana bir qitim bilib oldik. Undaqda Nig'mat, buningdan keyin yana qanday planinglar bor? Hozir qarsam 7-8 xil mahsulot borki, buningdan planlarni anglab bakkan bo'lsak. Bundan keyin mana shu ko'ptirma yemeklik sohasida texnik izlanib xalqimizning turmushga yaqin bo'lgan yangi mahsulotlarni chiqarmoqchi yaqinda. Ko'ptarim yemeklik turidan oldimiz ko'rib turgan bu churukkum, budurim markasidagi yangi mahsulotlarimiz tikkan iste'molchilar bilan yuz ko'rishdi. Bu mahsulotlar texnik bozor kirmidi shunday. Bugungi programmamizdan keyin biz har qaysi cho'ng kichik talla bozorlarda, cho'ng kichik do'konlarda budurim, churukkum markasidagi eng ishonchlik, to'limi yeyishlik, saf tabiiy mahsulotlardan ishlab chiqarilgan bu yangi turdagi mahsulotlar bilan tanisha olamiz, uchrasha olamiz. Menimcha biz yoqtirib yedik, ekran oldidagi ko'ruvchilarimiz bizning omoqlarimiz ham yoqtirib yeydi deb o'yladim. Bugun Ilg'or shirkati qurilganligining 5 yilligi. Bu 5 yil jarayonida Ilg'orga ergashganlarning taraqqiyoti qanday bo'ldi? Naq maydondagi tomoshabinlarimiz buning shohidi bo'lib o'tiribdi. Undaqda tomoshabinlarning ichidan Ilg'orning vakolatchilarining og'zidan bir ikki qiz gap anglagan bo'lsak. Salom ko'pchilik, salom ekran oldidagi barliq ko'ruvchilar. Men mana shu Ilg'or shirkatining g'olji bosh vakolatchisi bo'lish sifatim bilan bir qancha vaqtni so'zlab o'tay. Birinchidan mana shu Ilg'or shirkati qurilgan 2015-yildan boshlab 5 yil jarayonida men izchil mana shu Ilg'or shirkatiga ergashib, tang taraqqiy qilib kelyapmiz. Hozirgi boshda bir xil maqsadimizdan boshlab hozirgi 8 xil maqsadimizga yetkish bo'lganlikda Ilg'or shirkatininki vakolatchilarni qo'llash, xaridorlarga bo'lgan ishonchdan g'arib qarg'in bo'lmaydi. Bu shirkatninki korxona boshqaruvchilari va xizmatchilar bizni yaqindan qo'llab kelyapti. Biz bu shirkat bilan hamkorlashib, boshda bir mashinadan hozir 3 mashinagacha bo'lgan taraqqiyotimizga ega bo'ldik. Bundan keyingi hamkorlashimiz texnik ko'ngillik, texnik tang taraqqiy qilishini chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga.
Mana ko'ngillik damlar davomli nayt qisqa bo'ladi. Programmamiz kulki chaqchaq bilan, mo'ngluq kuylar bilan birdamda vaqtimiz to'shib qopti Javdat. Bugun hammamizni mana shundaq jam qilib, barakatli dasturxonni sog'an Ilg'or shirkatiga yana bir qitim rahmatimizni aytamiz. Shundaqla ismi jismiga loyiq Ilg'or mahsulotlari, Ilg'or mulozimati bilan al qalbidan texmi cho'nqur o'rin elishini, shundaqla programmamizni ko'rib turgan har bir ko'rurmanning bizga xo'shallik kulki ato qilgan Ilg'or shirkatini davomida qo'llab berishini chin dilimizdan umid qilamiz. Shundaqla bugungi programmamizni izchil qo'llab kelayotgan Malikalar Sariy go'zallik saloni, shundaqla bugungi faoliyatimizning mana bu sayohat o'rinda nayt ko'ngillik elib berilishiga sharoit yaratib bergan Sarsayli sayohat kooperativiga rahmatimizni bildiramiz. Shundaqla naq maydonimizni mana shundaq go'zal bezab bergan Ko'kchin Madaniyat taqdi shirkatiga, Ko'kchin bezakchiligiga yana bir qitim alohida rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Javdat programma oxirida mana mushundaq kangri maydonda chiroyli bir usul o'ynamay, g'olash tashlab, bir xo'shallik cho'mmay programmamizni oxirlashtira olmaymiz albatta. Shundaq. Bugungi mana shundaq isil faoliyatimizda mushtaq kangri maydonda biz g'ulash tashlab usul o'yiniga mehmon emasli desak bo'ldi. Shunga Baxtiyor og'inimizning isil kuylariga mehmonlar o'rtaq bir jo'r bo'lib usullarimizni o'ynagan bo'lsak. Aziz ko'rmanlar, undaqda bugungi programmamizni Baxtiyor Tayyorning sho'x kuyi bilan oxirlashtiramiz. Kelarsan programmamizda yana qanday yangi mazmunlar bizni kutib turadi. Qaysi isil mehmonlar bizning programmamizga qadam tashrif qiladi. Buni qiziqsanglar kelarsan programmamizni, ya'ni Tasavvur Madaniyat taqdi shirkatining mehmon kaldi programmasining keyingi sonini ko'rishni unutmanglar. Kelarsan ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Taşlap biri